Assalomu alaykum. Rasmiy xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'lib qaytdi. Tashrif davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Ostonada mintaqaviy ekologik sammit tadbirlari o'tkazildi. Xalqaro ko'rgazmalar markazida davlatimiz rahbarini Qozog'iston Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev kutib oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ostona shahridagi Expo xalqaro ko'rgazmalar markazida tashkil etilgan mintaqaviy ekologik sammit ko'rgazmasidagi milliy pavilyonlarni borib ko'rdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mintaqaviy ekologik sammitda nutq so'zladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ostonada o'tayotgan mintaqaviy ekologik sammit doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit bo'yicha dasturi ijrochi direktori Inger Anderson bilan muloqot qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etdi va nutq so'zladi. Shuning bilan davlatimiz rahbarining Ostonaga amalga oshirgan amaliy tashrifi o'z nihoyasiga yetdi. 21 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev yer resurslaridan yanada samarali foydalanishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi hukumati raisining birinchi o'rinbosari Denis Manturov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Shu kunning o'zida Prezident Shavkat Mirziyoyev mehnat migratsiyasi tizimidagi ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. 20 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston yoshlari 2030 strategiyasi loyihasi yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida shaxmatchimiz Xalqaro shaxmat federatsiyasining nomzodlar turniri g'olibi Javohir Sindorovni sharaflashga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev shaxmatchimiz Javohir Sindorovni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirladi. Guvohi bo'lganingizdek, hafta yuqori tempda o'tdi. Bizni kuzatib boring, omon bo'ling. Biz hozir G'alaba bog'i majmuasida qad rostlagan millat fidoyilari yodgorligi qarshisida turibmiz. Bu yodgorlik majmuasi muhtaram prezidentimiz, Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning bevosita tashabbuslari va qo'llab-quvvatlashi natijasida bunyod etilgan. Aytish joiz bo'lsa, ushbu majmuaning me'mori ham muhtaram yurtboshimizning o'zlari. Chunki bu o'ziga xos unikal ko'rinishga ega bo'lib, agar biz qush parvozi balandligida qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz mamlakatimiz bayrog'ida aks etgan yarim oy va 12 ta yulduzni ko'ramiz. Bu majmuaning o'ziga xosligi shunda iboratki, mamlakatimiz mustaqilligi yillarida yurtimiz tinchligi va osoyishtaligi yo'lida o'zining shirin jonlarini fido qilgan 196 nafar yurt o'g'lonlari, xususan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vakillarining shonli xotirasiga bag'ishlab bunyod etilgan. Bu yerdagi har bir qiyofa ijodkorning ijod mahsuli emas, ya'ni o'ylab topilmagan, balki ularning aynan ko'rinishi aks etgan. Ya'ni ularning foto yoki video tasvirlari orqali 3D formatida yaratilib, ularning oila a'zolariga, ota-onasiga, turmush o'rtog'iga, farzandlariga ko'rsatilib, ular haqiqatda o'xshashligi tasdiqlanganidan so'nggina mana shu qiyofalar tanlab olingan. Mana o'tgan 1 yil davomida Respublika Ma'naviyat Ma'rifat markazi va Mudofaa vazirligi hamkorligida Millat fidoyilari nomli kitobning 1-jildi tayyorlandi. Bu jildda aynan Mudofaa vazirligi tizimida ishlagan bizning harbiylarimiz, o'sha jonini fido qilgan aziz o'g'lonlarimiz haqidagi ma'lumotlar, shu bilan birgalikda ularga bag'ishlab yozilgan she'rlar, badiiy asarlar o'z aksini topgan. Yana alohida ta'kidlash joizki, bu yerda mana biz hozir yarim oyning ort tarafini ko'rib turibmiz. Majmuaning ichki tarafida suvning oqib turgan holati bor. Bu obi hayot, ya'ni hayot davom etmoqda degan mazmunga ishora qiladi. Shu bilan birgalikda 12 ta yulduzning har bir burchida o'sha 196 nafar bizning vatan posbonlarimizning, vatan o'g'lonlari haqidagi ma'lumotlar audio, video formatda
o'sha kelib bu yerni ziyorat qiladiganlarga ma'lumot beradi. Bu bizning ma'naviyat maskanimiz ham desak bo'ladi. Chunki ma'naviyat o'zi aslida vatanni sevishdan boshlanadi. Ma'naviyat vatanga xizmat qilishdan boshlanadi. Bu majmua har bir yoshni, bu yerga tashrif buyuradigan har bir insonni vatan oldidagi qarzini, vatan oldidagi burchini eslatadi. O'z nomi bilan insonni tafakkur qilishga chorlovchi, ma'naviy olamimizni boyitishga xizmat qiluvchi ijtimoiy falsafiy ma'naviy ma'rifiy tafakkur jurnalining bu galgi sonida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari, siyosiy fanlar doktori Otabek Hasanov bilan jurnalist Erkin Sobirov o'rtasidagi suhbat chop etildi. Qibla namomiz mili raso bo'lsin sarlavhasi ostidagi maqolada ma'naviyatga chizgilar, jumladan uning qadr-qimmati, taqdirul amal ahamiyati, qadriyatlar qiyofasi, bugun ma'naviyatga berilayotgan ta'riflar haqida so'z bordi. Aslida erkinlik va ma'naviyat mohiyatan yaqin, bir-birini to'ldiradigan egiz tushunchalardir. Erkinlik insonga tanlash imkonini bersa, ma'naviyat o'sha tanlovning mezonini belgilaydi. Agar erkinlikni bepoyon sahroda ketayotgan odamga megzasak, ma'naviyatni unga yo'l ko'rsatuvchi qiblanamo kompas deb atash mumkin. Shuningdek, suhbat asnosida hozirda kishilarning ongu tafakkuri, botini, turmushida bu ezgu tushunchaning o'rni kabi mavzular ham tashkil etdi. Jumladan Otabek Hasanov quyidagi fikrlarni bildirdi. Barcha sohalar kabi ma'naviyatda ham maqsad va vositani to'g'ri belgilash muhim. Agar ma'naviyatni yakkash xulqni tarbiyalaydigan omil o'laroq talqin etsak, odamda axloqni majburan shakllantiramiz deya vaqtimizni bekor behuda sarflayveramiz. Biz zamondoshlarga o'zlikni anglatishimiz, uni topish yo'lini ko'rsatishimiz zarur. Ana shunda oliy mezonlar, mo'tabar tushunchalar hayot mazmuniga aylanadi. Shoir Rauf Parfi odamni qamab qo'yish mumkin, lekin uning ruhiyatini zanjirlab bo'lmaydi deganda naqadar haq edi. Shuningdek, maqolada ortiqcha chiqimlar, dabdabali to'ylar, isrofgarchilik ham bevosita ma'naviy bilimsizlikka borib taqalishi aytiladi. Marosimlardagi isrofgarlik faqat odob axloq masalasi emas. Bu millat salomatligi, iqtisodiy barqarorlik, mamlakat taqdiri masalasi. Bu ma'naviyat masalasi. Shuningdek, Otabek Hasanov ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongi, ruhiyatiga salbiy ta'siri haqida kuyunib gapirgan. Ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar uchun shunchaki ko'ngilochar vosita emas, balki biologik qaramlik muhitiga aylangan. Shu bois dunyo olimlari voyaga yetmaganlar uchun cheklov joriy etilmasa, jamiyat kognitiv degradatsiya va ommaviy ruhiy barqarorlikka giriftor bo'ladi deya bong urmoqda. Ularga qaramlik siyosiy madaniyat va mafkuraviy xavfsizlik nuqtai nazaridan ham jiddiy tahdiddir. Shuningdek, tafakkurda Baxtiyor Omonovning ildizidan uzilgan o'g'och, Zuhriddin Isomiddinovning tiriklikka tashna tilim hamda ko'plab adib va yozuvchilarning badiiy hikoyalari, tahliliy maqolalari, she'rlar hamda tarjima namunalari o'rin olgan. Bir so'z bilan moziga nazar, taqdir azalimizdagi ma'naviy ashorlar, o'z zamonasining ma'naviyati, ma'naviyatga chizgilar, ma'naviyatning mazmun mohiyati, shaxsiyatimiz rivojidagi o'rni, qo'yingki, ma'naviy bo'y bastimiz diqqat e'tiborda bo'ldi. Endilikda agar siz bir bankdan onlayn kredit, ya'ni mikroqarz olsangiz, keyingi 24 soat davomida boshqa biror bankning kredit xizmatidan foydalana olmaysiz. Bunda kredit byurosi boshqa banklarga kredit olganingiz haqida xabar beradi. Shu tariqa firibgarlarning bir vaqtning o'zida bir nechta joydan qarz olinishi oldi olinadi. Mazkur yo'nalishda Markaziy bank boshqaruvi qarori bilan yangi nizom tasdiqlandi. Unga ko'ra 22-apreldan banklar va to'lov tashkilotlari mijozlarning mablag'larini himoya qilish uchun minimal talablarga rioya qilishlari kerak. Deylik, noma'lum shaxs qo'ng'iroq qildi va o'zini bank xodimi deb tanishtirdi. Siz esa firibgarga aldanib bank kartochkasi ma'lumotlarini berdingiz. Oradan biroz vaqt o'tganidan keyin esa nomingizga onlayn kredit rasmiylashtirildi. Bu haqida bankka va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qildingiz. Tekshiruvlardan so'ng firibgarlik qurboni deb topilsangiz, olingan kreditni to'lamaysiz. Ya'ni agar fuqaro jabrlanuvchi
qiluvchi deb topilsa, bank kredit bo'yicha foiz va jarimalar hisoblashni to'xtatadi. Sud qarori bilan esa undirilgan mablag'lar qaytariladi. Shuningdek, veb-saytlar orqali kartadan kartaga pul o'tkazish taqiqlanadi. Bunda har qanday o'tkazma bir martalik kod bilan tasdiqlanishi kerak. Mobil ilovadan ro'yxatdan o'tayotgan shaxsning telefon raqami va shaxsni aniqlash uchun beriladigan yagona raqam mos kelishi shart. Agar mos kelmasa, ilovaga karta biriktirib bo'lmaydi. Yangi qurilmadan kirish, parolni tiklash yoki kartani biriktirish faqat Face ID orqali amalga oshiriladi. Ya'ni bu jarayonda rasmdan foydalanib bo'lmaydi. Agar telefoningizda masofadan boshqarish dasturlari ishlayotgan bo'lsa yoki siz kim bilandir telefonda gaplashayotgan bo'lsangiz, shuningdek messenjerlar orqali audio, video qo'ng'iroqlar paytida bank ilovasi ishlamaydi. Bu bilan moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda mijozlarning mablag'lari himoya qilinadi. Telefon raqam o'z nomimda bo'lmasa, ilovadan foydalana olmaymanmi deb xavotirlanganlar diqqatiga. Aslida qanday? Ekranga yaqinroq keling, bu haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. 22-apreldan bu tartib faqat yangi mijozlar uchun amal qiladi. Telefon raqami shaxsni aniqlash uchun beriladigan yagona raqam va bank kartasi kimga tegishli, bir-biriga mos keladimi yoki yo'q, shu tekshiriladi. Agar barcha ma'lumotlar o'zaro mos bo'lsa, hech qanday muammo yuzaga kelmaydi va siz ilovadan odatdagidek foydalanishda davom etasiz. Agar telefon raqami yaqin qarindoshingiz nomida bo'lsa ham hech qanday muammo kuzatilmaydi. Faqatgina foydalanayotgan raqamingiz sizga begona bo'lgan odamning nomida bo'lmasa bas. Sizni ham mana bunday yoki mana bunday xato yozadigan tanishlaringiz bormi? Nima deb o'ylaysiz? Ular sh harfini w qilib, ch harfini 4 qilib yoki unlilarni yozmasdan tejagan vaqtlarini nimaga sarflashar ekan? Siz shu savolga javob topguningizcha yozilishida ko'pincha xatoliklarga yo'l qo'yiladigan ayrim so'zlarning talaffuzi haqida emas, yozilishi haqida aytib o'taman. Avvalo shuni aytish kerakki, assalomu alaykum emas, assalomu alaykum. Hisobot emas, hisobot. Hukm emas, hukm. Monopoliya emas, monopoliya. Xastaxona emas, xastaxona. Hisob raqam emas, ikkalasi ajratib yozilmaydi, qo'shib yoziladi. Hisob varaq ham xuddi shunday. Yuqoridagi so'zlarda talaffuzda a deb talaffuz qilinsa ham yozganda o harfi bilan yoziladi yoki h deb qattiq talaffuz qilingani bilan yumshoq harflarda yoziladi. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling. Yoshligimdan mehrim uyg'ongan o'zbek tiliga. Chunki juda ko'p do'stlarim o'zbek bo'lardi. Endi o'zbek mahallada katta bo'lganman, Oqtepada. Maktabda juda yaxshi ustozim bo'lardi. Ismlari Mavlud Tajbayevni. Meni ham juda yaxshi ko'rardilar, chunki endi yaxshi gaplashardim o'sha payt. Va shu hamma hissiyotlar mana shunaqa yo'nalishga olib kelgan. Shu o'zbek tilini o'zi tarixi juda boy va eng menga yoqqan tarafi juda madaniyatli ildizlarga ega bo'lgan til. Shu menga juda yaqin qalbimga. O'shanga o'zbek tilini yaxshi ko'raman. Til bu kuch. Ya'ni odam, inson qancha ko'p til bilsa, shuncha yaxshi. Birinchidan bu miyamizni rivojlantiradi. Juda ko'p eshiklar ochiladi. Qayerga borsangiz ham o'zini o'sha qaysidir davlatga, xorijiy davlatga borsangiz, o'zini tilida gaplashsangiz, hurmatingiz nihoyatda oshadi. O'zbek tilida bir ajoyib narsa bor. Aka va uka so'zi. Hech qaysi davlatda shunday ko'chadagi odam oldiga kelib aka deb bo'lmaydi. Lavozimda ishlaydigan insonning oldiga murojaat qilib aka desa bo'ladi. Va oddiy insonga ko'chada kelib aka desa bo'ladi. Endi yoshligimiz ham juda qiziq o'tgan. O'sha paytlar bolalar bilan shu mahallada rosa ko'p o'yinlar o'ynardik. Zanjir uzish, quylamacho, futbol o'ynardik, lanka o'ynardik. Varela yasaganmiz. Qamichdan shu qog'ozga qamich yopishtirib, keyin o'sha varelani uchirib, u kimnikidir uchmasdan ustidan kulardik. O'zbek tilini bilish menga nima berdi? Mana endi har kuni televizorga chiqib intervyularga qatnashyapman.
o'zim ishlarim qolib ketyapti, lekin intervyularga chiqolmayman. Yulduz bo'lib ketyapti odam. Endi jiddiy gapirganda biz bankda mijozlar bilan ishlaymiz. Shu mijozlar kelganda menga rus tilida murojaat qilsa, men o'zbek tilida javob qaytarsam, kayfiyati oshadi. Bittada shu kommunikatsiya yaxshi, a'lo darajaga chiqib ketadi. Shu ham juda yaxshi tarafi. Endi shaxsiy hayotimda ham juda yaxshi tarafi bor. Masalan, odamlar bilan har qanday e'lonlar bo'yicha telefon qilsam, kimdir bilan ko'rishadigan bo'lsam, o'zbek odami kutadi-da. Men kelib yonida turib olsam ham bilmaydi demanligimni. Shu juda kulguli momentlar bo'ladi. Mana shu bizning zamonaviy Aloqabankning kutubxonasi. Bu yerda 4,5 mingtadan ortiq kitoblar mavjud. 3 ta tilda kitoblar bor. Bu yerda har kuni Aloqabankning ishchilari kelib, kitob o'qib, o'zini malakasini oshiradi, o'zini dunyoga qarashini oshiradi. Endi zamonaviy kutubxona bo'lganiga bu yerda audio kitoblar ham mavjud. Bizning hayotimiz juda ko'p shu raqamli texnologiyalarga qaratilgan. Kitob o'qish miyani rivojlantiradi, xotirani oshiradi, kuchaytiradi. Hozir bu zamonaviy kutubxonamizda 4,5 mingtadan ortiq kitoblar mavjud. 3 ta tilda, o'zbek tilida, rus tilida va ingliz tilida. Shaxsan men shu o'zbek adabiyotiga qiziqaman hozir. Lug'atimni boyitish uchun Alisher Navoiyning kitoblarini o'qiyapman. Dunyo ishi barchasi birdamlikdir. G'am u shodiysi ham g'animatlikdir. Navoiy deya aytur so'zimni bil. Yaxshi nom qoldirmak eng buyuklikdir. Yurtimizda nechta millat vakillari istiqomat qiladi? Menimcha, oldin o'qigan ovoz esimda yo'q. 100 tadan oshiq bo'lsa kerak menimcha. Men bilmayman ekan. Men bilmayman. Bugungi kunda 200 dan ortiq bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin, 70 talar bo'lishi mumkin. Думаю, примерно 50-60 shunaqa. 40 dan ortiq. Balki undan ham ko'pdir. 130 dan ortiq millat vakillari menimcha istiqomat qilsa kerak. 130 dan ortiq millat vakillari istiqomat qiladi. 130, наверное, национальности есть у нас. 130 dan ortiq yashaydi, adashmasam. Bugungi kunda yurtimizda 130 dan ortiq millat elat vakillari istiqomat qiladi. Yurtimizdagi ta'lim muassasalarida nechta tilda ta'lim beriladi? Bordir 5-6 xildir. 5-6 xil. 4 xil, 5 xil tilda. 4 ta deb olsak. Maktabda bilaman 2-3 ta. Языков 5, наверное, можно знать здесь у нас. 3 ta tilda dars bersa kerak. Bizning universitetda 3 ta 4 ta tildan ta'lim beriladi. Adashmasam 7 ta tilda. Yurtimizdagi ta'lim muassasalarida 7 tilda ta'lim beriladi. Yurtimizdagi tele va radio kanallarda nechta tilda ko'rsatuv va eshittirishlar olib boriladi? 3 xil tilda bo'lsa kerak. Menimcha 3 xil. Radio ko'rsatuvlarni eshitmayman lekin. 3 ta tilda. 2 ta. По-моему, 3-4, наверное, вот так вот. 5-6 tilda menimcha. 8 ta tilda menimcha ko'rsatilsa kerak ko'rsatuvlar. Tele va radio kanallarida 10 dan ortiq tillarda ko'rsatuvlar bo'lsa kerak. Yurtimizdagi tele va radio kanallarda 12 tilda ko'rsatuv va eshittirishlar olib boriladi. Gazeta va jurnallar nechta tilda chop etiladi? Gazeta va jurnalga anchadan beri murojaat qilmaganim uchun to'g'risi bilmayman. Balki 2 xil, balki 3 xil. Yo, unisini bilmayman. Gazeta o'qiyman. Gazeta jurnallarimiz menimcha o'zbek tili, rus tilida menimcha. 3 tadir u ham. Значит, O'zbek, rus 2 ta, 3 xil tilda asosan. Bilmayman. Undan oshiq bo'lsa kerak. Газета в основном, я сколько знаю, это на русском языке, на узбекском языке. 7-8 ta tilda chop etilsa kerak. 14 ta tilda menimcha chop etilsa kerak. Gazeta va jurnallar 14 tilda chop etiladi. Assalomu alaykum. Mahallaga oid huquqiy ma'lumotlarni sizga qisqa va tushunarli tarzda taqdim etishga tayyormiz.
Xo'sh, mahalla idorasida kimlar ishlaydi? Mahalla yetiligi deganda aynan kimlar nazarda tutiladi? 2023-yil 21-dekabrdagi prezident farmoniga ko'ra, har bir mahallada yettilik tizimi joriy etilgan. Bu tizimga quyidagi mas'ullar kiradi: mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktik inspektori, ijtimoiy xodim hamda soliq inspektori. Ular mahalladagi muammolarni joyida hal qilish, aholi bilan bevosita ishlash va ijtimoiy yordamlarni manzilga yetkazishda asosiy bo'g'in hisoblanadi. Mahalla yetiligi faoliyatiga esa mahalla raisi boshchilik qiladi. Xo'sh, ular nimalar bilan shug'ullanadi? Avvalo, mahalladagi oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy holatini o'rganadi. Ehtiyojmand fuqarolarni aniqlaydi. Temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftariga kiritish bo'yicha qarorlar qabul qiladi. Shuningdek, fuqarolarga subsidiya va ijtimoiy yordam ajratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va bandlikni ta'minlash bo'yicha ham muhim vazifalarni bajaradi. Og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularni muammolardan chiqarish, saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali yordam ko'rsatish ham yettilik zimmasida. Bundan tashqari, fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqadi, davlat organlari bilan hamkorlik qiladi va zarur hollarda tegishli tashkilotlarga taklif hamda tavsiyalar beradi. Eng muhimi, mahallada yashovchi har bir insonning muammosi e'tibordan chetda qolmasligi uchun mahalla yettiligi doimo faoliyat olib boradi. Sizni huquqiy yo'nalishda qanday ma'lumotlar qiziqtiradi? Bizga yozib yuboring, mutaxassislardan birgalikda javob olamiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bilasizmi, 26-aprel kuni ikki buyuk ijodkor Botir Zokirov hamda Muhammad Yusuf tavallud topgan kun. Unda halol yo'q. Undan kechiruvchan yo'q. Undan mehribon yo'q. Sen nima qilsang ham kechiradi. Ba'zan hatto yaxshi ma'noda aldasang ham kechiradi. Endi tasavvur qilaman-da, meni onamdek go'zal, meni onamdek hokisor zotni yaxshi ko'rganlar meni do'stim hammasi. Meni onamni yaxshi degan do'stim, lekin meni onamning haqida birov yomon gapirsa, sen tasavvur qil, men shu meni onamni birov tashlatsa, qo'lini sindiraman urib. Menga shunday yopishib qolgan bu so'z. Vatan deganda kim aytgan No'lar Dumbajadan so'rashganda vatan nima deysan desa, bu shunaqa narsaki, uni aytganingda odam jon berishga tayyor bo'lsin, joning chiqib ketishi kerak. Shunday tasavvurimda onam men. Men hech kimga ishonmayman, hech kimga bermayman. Gülmesen gül yağmasan, hasıkta dildamasan, ama güllerden alaran. Bilasizmi, Botir Zokirov faqat xonanda va bastakor bo'lmagan, u rassomlikda ham qator san'at asarlarini yaratgan. Bu hali hammasi emas. Botir Karimovich Zokirov adabiyotshunos hamdir. Shuningdek, qahramonimiz bir necha yo'nalishdagi qo'shiqlar ijrochisi. U milliy estrada san'atining ustunidir. Botir Zokirov bir nechta tilda qo'shiq ijro etgan. Ko'plab xorij shlyagerlarini asosan asl holicha kuylash qobiliyatiga ega bo'lgan. Bilasizmi, u bir nechta tillarni mukammal bilgan. Botir Zokirov aktyor hamdir. Uning ishtirokidagi eng mashhur filmlardan biri Dahoning yoshligi bo'lib, 1982-yil rejissyor Elyor Eshmuhammedov tomonidan suratga olingan. Ha yana bilasizmi, unga O'zbek bulbuli deya murojaat qilishgan. Uni nafaqat O'zbekistonimizda, balki bir necha davlatda hanuz xotirlashadi. Taniqli o'zbek rassomi, qo'shiqchi, aktyor va adabiy arbob, O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov ta'sirchan, betakror, yumshoq ovoz tembriga ega bo'lgan. Bilasizmi, xonandaning boy repertuari ham hayratga solarli darajada edi. Ushbu repertuardan mohirona ijrodagi o'zbekcha qo'shiqlargina o'rin olmagan. Hozirgacha hech kim uning go'zal va ifodali ijrosi bilan raqobatlasha olmaydi. O'zbek estradasida
aynan uning ijrosida italyan, fransuz, ispan, rus, yunon tilidagi qo'shiqlar jaranglay boshlagan. Xonanda hali 30 yoshini qarshi olmay, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan mukofotlangan. Ana shunaqa ma'lumotlar. O'zbek zamini ko'plab iqtidor egalariga beshikdir. Bilasizmi sahifasida yana ko'rishguncha. Assalomu alaykum hurmatli davlat xizmatchilari. Dam olish kunlarini maroqli o'tkazishni rejalashtirgan bo'lsangiz, poytaxtimiz va viloyat teatrlarida sahnalashtirilgan bir qancha spektakllarni sizga tavsiya qilamiz. Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrida shanba kuni 18:00 da Qaytar dunyo, yakshanba kuni esa 18:00 da Qaynona spektakllari namoyish etiladi. O'zbekiston davlat drama teatrida shanba va yakshanba kunlari soat 17:00 da bog'lasangiz bog'lanay spektaklarini ko'rishingiz mumkin. Yakshanba kuni 12:00 da esa O'zbekiston davlat yosh tomoshabinlar teatrida Uchar kema spektakli bo'lib o'tadi. Bolajonlarimiz uchun esa O'zbek milliy qo'g'irchoq teatrida shanba kuni 12:00 da va 14:00 da Ochko'z Hasan haqida ertak, yakshanba kuni 12 da va 14 da Alvon gul yoki Sohibjamol va Maxluq spektaklarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi navbat viloyat teatr afishalariga. Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrida shanba 10:00 da Sirli quduq, 18:00 da esa Oshiq bo'lmagan kim bor spektakllari namoyish qilinadi. Andijon viloyati musiqali drama teatrida shanba 11:00 da Burch, yakshanba 10:00 da esa Oynisa spektaklarini ko'rishingiz mumkin. Namangan viloyati musiqali drama teatrida shanba 15:00 da Baxt eshik qoqqanda, Jizzax viloyati musiqali drama teatrida 17:00 da monolog spektakllari bo'lib o'tadi. Samarqand viloyati musiqali drama teatrida shanba 18:00 da Oqqush qo'shig'i spektaklining namoyishi bo'lib o'tadi. Surxondaryo viloyati musiqali drama teatrida shanba kuni 14:00 da Adolat fasli tarixiy dramasi bo'lib o'tadi. Farg'ona viloyati musiqali drama teatrida shanba kuni soat 14:00 da Oy tutilgan tunda spektaklini ko'rishingiz mumkin. Marg'ilon shahar musiqali maqom teatrida esa shanba kuni 14:30 da Uvaysi spektakli bo'lishi kutilmoqda. Agar madaniy hordiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, albatta teatrlarni tanlang. Uyg'on ey ona yurt, uyg'on ey Turon, kimligingni aytsin bu ko'hna tuproq, uyg'onsin nomusing ko'ksingdagi shon va ishon va ishon, haqlilar ichinda haqlisan ko'proq. Sening bobong tog'ni titratgan botir, ayt nega mudraysan uyg'ongin o'g'lon, sen ham ular kabi mardsan bahodir, uyg'onsin nomusing ko'ksingdagi shon. Otlarning dupuri tushingni bussin, oringni o'rtaga qo'yib jilov tut, bolangning bo'yi ham g'ururi o'ssin, mardlarni eslab qol, nomardni unut. Yigitlar bo'lib so'raydi elni, xilvatda yurmaydi qilib ko'z yoshi, agar sen nomusdan bog'lasang belni, qo'llab turar Sher Muhammad qo'rboshi. Murodga yetguncha izingga qaytma, bir o'zing ming chog'lik qo'shindek tizil, jon bersang shu vatan nomini ayt va yiqilma, yiqilma, tik turib uzil, tik turib uzil. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.